Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Xalq bilan muloqot ko'rsatuvi orqali sizlar bilan diydorlashib turganligimizdan mamnunmiz. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Surxondaryo viloyat filiali bosh muhandisi Xurshid Ko'charovich Abdurahmonovni, Energiya savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati viloyat filiali rahbari Umid Sayfullayevich Tursunovni hamda ushbu korxonalarning shahar va tuman bo'limlari rahbarlarini, shuningdek Surxondaryo magistral elektr tarmoqlari filiali bosh muhandisi Toshbolta Xoliyevich Jo'rayevlarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Qadrli teletomoshabinlar, agar sizda bugun studiyamizda ishtirok etayotgan mas'ullarga savollar, takliflar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekranlaringizda namoyish etib boriladigan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali, shuningdek Telegram raqamimizga esa yozma ko'rinishda murojaatlarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Albatta, savollaringizga ko'rsatuv jarayonida mas'ullardan aniq, xolis va to'g'ri javoblarni olishga harakat qilamiz. Toshbolta Xoliyevich, keling dastlab savolimizni sizdan boshlasak. Umuman viloyat aholisini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash yoki yetkazib berish maqsadida joriy yilda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida qilingan ishlar haqida qisqacha to'xtalsangiz, marhamat. Surxondaryo magistral elektr tarmoqlarida kuz-qish mavsumi bo'yicha hozirgi holatga 15-noyabrgacha qilingan ishlar bo'yicha bizlarda 220-500 kilovoltli havo elektr uzatish tarmoqlarida 899-41 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari, 35-110 kilovoltli havo elektr uzatish tarmoqlarida 2312-56 kilometr havo elektr tarmoqlari umumiy quvvati bo'lgan 4531 kvali bo'lgan 220-500 kilovoltli 6 ta podstansiyalarga xizmat ko'rsatilib, bularda qilingan ishlar bo'yicha bizlarda reja bo'yicha o'chirgichlar 220 kilovoltli o'chirgichlarimiz 4 dona edi. 110 kilovoltli o'chirgichlar, havoli, moyli, yog'li o'chirgichlar 11 dona edi. Bularni ishlarini, mukammal ta'mirlarini bajarib, ishlarni bajarganmiz. Havo elektr tarmoqlari bo'yicha 35-110 kilovoltli havo elektr tarmoqlariga 108 kilometr edi. 35 kilovoltli havo elektr uzatish tarmoqlarida 22-71, 110 kilovoltli havo elektr uzatish tarmoqlarimizda 85-29 kilometrni tashkil qilib, bularni bajarib, ishlarni bajarib kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rilgan. Undan tashqari joriy ta'mirlash ishlarimiz bajarilgan. Undan tashqari mana hududiy Vazirlar Mahkamasining 17-dekabrdagi 844-qaroriga asosan 35-110 kilovoltli umumiy soni 141 ta podstansiya, 1316 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari bizni balansimizga o'tkazilgan. Mana shular nima bo'yicha bizlar birinchi Termiz shahridan podstansiya Timizi degan podstansiyada 6300 quvvatli o'rniga 10.000 kvali quvvatiga oshirdik. Chegara podstansiyasida 4000 kv quvvatli o'rniga 6300 kv quvvatga oshirdik. Undan tashqari Angor podstansiyasida 10.000 kv transformatorda 25.000 kv transformatorga almashtirdik. To'g'on podstansiyasida yuklama bilan ishlab turgan 2,5 minglik transformatorda 4 minglik transformatorga almashtirdik. Oltinsoy tumanidagi Qorliq podstansiyasidagi 6300 kv transformatorda 10.000 kv transformatorga almashtirib, kechagi kunda ishga tushirdik. Undan tashqari rejamiz bo'yicha 6 ta podstansiya rekonstruksiya, modernizatsiya qilish, 35-110 kilovoltli podstansiyalarimizni modernizatsiya qilishga
25-26 yilga rejalashtirib olganmiz. Uni xudo xohlasa o'z vaqtida bajarib, elga elektr energiyani beramiz degan umiddaman. Rahmat. Albatta bu boradagi savollarga yana ko'rsatuv jarayonida qaytamiz. Xurshid Ko'charovich, keling dasa o'sha hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati viloyat filiali tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik yuzasidan olib borilgan ishlar haqida ham to'xtalsangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli voqedoshlar, hurmatli boshlovchi. Bugungi kunda filialimiz tasarrufida 18 ming kilometr tarmoq, 6 mingdan ortiq transformator punktlari mavjud bo'lib, shu tarmoq transformatorlar bilan 601 mingdan ortiq iste'molchilar elektr energiya bilan ta'minlanib kelmoqda. Ushbu mavsum davomiga tayyorgarlik bo'yicha joriy yilda 2037 kilometr tarmoqda 666 ta transformator punktlarida mukammal ta'minlash ishlari, 5100 kilometr tarmoq 1401 ta transformator punktlarida joriy ta'minlash ishlari bajarildi. Bundan tashqari mana mavsum davomida fuqarolarni, iste'molchilarni barqaror elektr energiya bilan ta'minlash uchun zaxira avariya brigadalari tashkil qilindi. 400 dan ortiq xodimlar mavjud bo'ldi. Shundan 141 tasi injener texnik xodimlar, 263 tasi elektromonteur va undan tashqari 16 ta tezkor chiqish brigadalari tashkil qilingan. Shunda sodir bo'ladigan avariyalarni tezkorlik bilan bartaraf qilish bo'yicha ularni maxsus 45 ta brigada mashinalari, 41 ta maxsus texnikalar bilan ta'minlanib turibdi. Shu bilan birga zaxira sodir bo'ladigan avariyalarni bartaraf qilish chorasini ko'rish bo'yicha zaxiralar yaratilgan. Shundan 110 ta transformatorlar, 60 tonna transformator yog'i, 13 tonna ochiq simlar, 16 kilometr kabel tarmoqlari zaxirasi yaratilgan. Undan tashqari kommunikatsiya apparatlarimiz yetarli darajada ta'minlanib, tuman shahar omborxonalariga tarqatib berilgan. Endi bu undan qish mavsumiga tayyorgarlikdan tashqari ham endi filialimiz tomonidan rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Jami 890 kilometr tarmoqlar, 178 ta dona transformator punktlari yangilanib, rekonstruksiya ishlari bajarildi. Rahmat. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, qadrli teletomoshabinlar, albatta bu borada qilingan ishlarga yana ko'rsatuv jarayonida aholimizdan kelib tushayotgan savollar asosida to'xtalishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir Energiya savdo masofaviy cheklangan jamiyati viloyat filiali rahbari Umid Sayfullayev ishtirok etyapti. Umid aka, ayni yo'nalishda qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz va undan keyin savol-javoblarga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, hurmatli vafodoshlar. Energiya savdo filialini tashkil etish maqsadi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 sentyabr 2023-yildagi Prezident farmoni bilan 166-sonli farmoniga asosan 2023-yildan to 30-yillarga mo'ljallangan elektr energiyasini ulgurji va chakana bozoriy mexanizmi bosqichma-bosqich o'tish hamda bu sohada asosiy vazifasi xususiy sektorlarni keng jalb qilish, ularga shart-sharoitlar yetkazib berish hamda elektr energiya ta'minotini uzluksiz va barqarorlikni ta'minlash, iste'molchilarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirish, undan tashqari aholi uchun elektr energiya tariflarini belgilashda ijtimoiy himoya mexanizmlarini joriy etish hamda respublikaning barcha hududlarida 2035-yilga qadar aholiga elektr energiyani yagona narx siyosatida asosida sotilishini ta'minlash iborat. Rahmat Umid Tursunovich, hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, albatta biz yana savollar asosida qilingan ishlar, vazifalarga alohida aniqlik kiritamiz, to'xtalamiz va bizda ko'rsatuv boshlangunga qadar teletomoshabinlarimizdan kelib tushgan savollar bor. Shu savollarni o'qib eshittirsam va tegishligi bo'yicha mas'ullar javob bersa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dastlabki savolimiz Termiz shahri Temir yo'lchilar mahallasidan O'ktam Abdurahmonovdan. Kuchlanish juda past, bunga qiziqadigan mas'ullar bormi? Iltimos, amaliy yordam beringlar. Tok kamligidan texnikalarni ishlata olmayapmiz, deyapti. Men Termiz tuman elektr ta'minoti korxonasi boshlig'iman, Ro'ziyev Alisher. Bu Termiz shaharda bo'lgani bilan Termiz tumanida elektr energiya ta'minoti bo'ladi. Bu bo'yicha joyiga borib o'rganamiz. Sababi temir yo'lchi mahallasida kuchlanishi past joylar qolmagan. Sababi 2023-yilda temir yo'lchi mahallasi hammasi 100% almashtirilib qo'shimcha transformatorlar qo'yganmiz. Bu masala bo'yicha o'rganib tegishli aniqlarni aytamiz. Rahmat.
Yana Termiz shahri Tinchlik mahallasidan Jamshid Raimov shamolda elektr simlari uzilib ketmoqda. Transformatorning ham kuchlanishi juda past debdilar. Bu savolga ham o'zim javob beraman. Bu Termiz shahri Tinchlik mahallasi ham Termiz tumanidan elektr ta'minoti bo'yicha oladi. Bu masala bo'yicha ham tegishli joyga o'rganamiz. Sababi Tinchlik mahallasi ham xuddi 2023-yilda dasturga tushgan. Qo'shimcha 3 ta transformator qo'yganmiz. Shu yilda o'zida yana bitta transformator qo'shimcha qo'ydik. Joyiga borib o'rganib sizga javobini aytaman. Sho'rchi tumani Joyilma mahallasidan Abdulla Jo'rayev: "Men yangi uy qurdim. Shu xonadon uchun elektr hisoblagich o'rnatib berishda amaliy yordam so'rayman. O'zim ikkinchi guruh nogironiman. Sotib olib o'rnatishga imkonim bo'lmayapti", deyaptilar. Hurmatli teleboshlovchi, buni hozir murojaatda olamiz. Elektr hisoblagichimiz mavjud. Borib dushanba kuni xudo nasib mutaxassislar borib o'rnatib beradi. Muammo bu yo'q. Umuman yo'q. Rahmat. Bizda hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, tomoshabinlar, hamkasblarimiz joylarda bo'lib lavhalar tayyorlab kelishgan, sohaga doir muammolar yuzasidan ushbu lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak. Marhamat. Siz ko'rayotgan mana bu tasvirlar Oltinsoy tumani Yangi qurilish mahalla fuqarolar yig'inining A. Iskandarov ko'chasidan olingan. Gap shundaki, elektr simlari butkul yaroqsiz holga kelib bo'lgan. Qolaversa, aholi vakillarining o'zi o'rnatgan yog'och ustunlar odamlar hayotiga xavf tug'dirmasligiga kim kafolat beradi? Omonatgina turgan simyog'ochlar qattiq shamoldanmi, yomg'irdanmi yerga qulab tushsa bormi? Mahallaning chekka qismida yashovchi 20 dan ortiq aholi xonadonlariga aynan mana shu ko'cha bo'ylab o'tgan tarmoqlardan elektr boradi. Ammo atiga 1,5 kilometr tarmoq necha yildirki yangilanmaydi. Kuchlanish esa hamin qadar. Takror murojaatlar qilingan bo'lsa-da, beton ustunlar o'rnatilishi hamon ro'y bermadi. Mahalla ahlining esa bu holatdan xunobi oshgan. Ko'k masalasi bo'yicha dasturdan o'tgan, loyihadan o'tgan. Bizga 1,5 kilometr kabel bilan 20 ta stalba bo'lsa, ishimiz bitadi. Lekin mana kechqurun svetlar pirpirab o'ynab, bitovoy texnika bittasi ham ishlamaydi. Xolodilnik, kir yuvish mashin, ventilyator bittasi ham ishlamaydi. Mana shuni sizlardan iltimos qilib so'raymiz, bizga yordam berishlaringizni. Ha, aholi vakillarining kuyunib gapirganicha ham bor. Mobil tasvirlar ham haqiqiy holatdan darak bermoqda. Ammo buni tuman elektr tarmoqlari mas'ullari ko'rishmagani qiziq. Oldinda qishning qirovli kunlari yaqin, agar bu holat tez kunlarda bartaraf etilmasa, uzilishlar bo'laveradi, kuchlanish yetarli darajada yetib bormaydi, xonadonlarda yana chiroq o'chadi. Xulosa va harakat mas'ullar zimmasida. Hurmatli boshlovchi, bu bo'yicha joyiga borib o'rgangan holda yana ma'lumot beramiz, chunki Oltinsoy tumanida 100 kilometrga yaqin tarmoqlarni 330 sonli qarorga asosan rekonstruksiya qildik. Bu bo'yicha ham bor joyda o'rganib, boya aytganimdek, kelgusi yilda dasturlarimiz ham bor. Ungacha bo'lgan buni avariya holatlarini oldini olish bo'yicha mana rekonstruksiyadan chiqqan ekspluatatsiyaga yaroqli bo'lgan tayanchlar mavjud. O'sha bu yilga qilingan ishlarimiz ham o'shalardan chiqib avariya holatdagi tarmoqlarni yangilab berish ta'minlaymiz. Endi ushbu mahalla obod qishloq dasturiga tushgan bo'lgan va boshqa hududlari yaxshilari mana shu ikkita ko'cha nazarimda ta'mirlanmay qolgan, elektr simyog'ochlari o'rnatilmaganligi uchun aholini bugun e'tirozlarga sabab bo'lyapti. O'sha obod qishloq dasturi ijrosini ta'minlash jarayonida mana shu yaroqli bo'lgan boshqa joylardan olingan tayanchlarni o'rnatib, shu muammoni birdaniga hal qilib ketishning imkoni yo'qmi degan savol bor. Hurmatli boshlovchi, endi bitta mahallada kamida 15-20 kilometrgacha tarmoqlar mavjud. Endi dasturlarimizga tushganda 5 kilometrdan 10 kilometrgacha bo'ladigan bo'lsa, ushbu hududdan chiqadigan yaroqlarni ham o'sha mahallalarda o'zida ishlatilyapti. Endi bir vaqtda o'zida shu mablag' masalasiga qarab qolganligi uchun shu qolganki yilma-yil har dasturlarimiz tuzilgan, shu bo'yicha endi ta'minlanadi. Endi Xurshid aka, mana shu dasturga tushgan hududlarni bugungi mana shu ko'rib turgan holatdan ham yomonroqmi degan savol bor-da. Endi mana marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchi, men Oltinsoy tumani elektr ta'minoti boshlig'iman. Bu yangi qurilish mahallasida borib o'rganganmiz. Hozirgi kunda Obod mahalla bo'yicha dastur ketyapti. 10 kilometr dastur quriladi yaqinda. Yaqinda 1 kilometr liniyasini hozir demontaj qilib, ustalbalarni o'zi mahallaning idorasining oldiga borib qo'yyapmiz. Borib o'rganib, bu yerda hammasini joyib qo'ydik. Dasturga kiritilgan. Ha, Obod mahalla uji boshlandi bu mahalla. Boshlanganda shuni nazarda ayting. 10 kilometr ish bo'ladi. Shu hududlar ham kiritilgan. Kiritilgan. Rahmat.
Biz yana teletomoshabinlarimizdan kelib tushgan savollarga o'tamiz. Yana Termiz shahri Tinchlik mahallasidan savol kelgan ekan. Biz shahar hududida turamiz, elektr energiyasi Termiz tumanidan olamiz. Elektr simlari juda ko'p uzilishlar bo'lmoqda. Shamol bo'lganda simlar uziladi. Navbatchilarga telefon qilsak, telefonga javob berishmaydi. Kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. Kimlargadir telefon qildirib, aytirib xodimlarni chaqiramiz. Unda navbatchining nima keragi bor? Holatni 500 metr elektr sim bilan yaxshilash mumkin ekan. 3 yildan beri hal bo'lmayotgan masalani hal etishda mas'ullardan yordam so'raymiz deyishibdi. Hurmatli boshlovchi, bu telefon aloqasi bo'yicha hozirga mana kurs shtabi tashkil qilindi. Unda qisqa raqam 1055 raqami tashkil bo'ldi. Undan tashqari o'zimizning kal markazimiz bor. 1155 o'sha orqali murojaat qilganda ana bo'ladi. Bemalol murojaatlarni qoldirsa, bu yerda mas'ullarga tumandagi ustachilik bo'limlari, bosh muhandislar bor. Ular bilan bu joyda ishlab avariyasini bartaraf qilish choralari ko'riladi. U boya 500 metr joy bo'yicha o'rganiladi. O'rganib chiqib, uni bartaraf qilish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Oltinsoy tumani Chinor mahallasidan Jahongir Haytaliyevning savollari: ko'chamizdagi 15 kishining nomidan murojaat qoldirmoqdaman. Elektr simlari va ustunlar juda abgor, iltimos almashtirib bering. 3 yildan beri murojaat qilaverib juda charchadik. Nima qilishimiz kerak hayronman. Hech bo'lmaganda boshqa hududlardan chiqqan eski simlar va ustunlarni bizga berishsin debdilar. Hozirgi kunda 330-qaror bo'yicha Chinor mahallasida 3,5 kilometr ish qilindi. Hozir shu demontaj qilingan ustalbalardan o'rnatib beramiz. Rahmat. Denov tumani Surnaytepa mahalla fuqarolar yig'ini raisi Muhiddin Haydarovning savollari Telegram orqali kelgan. Bizning mahallamiz 2 ta aholi yashash punktidan iborat bo'lib, jami aholi uchun 7 ta transformator mavjud. Shulardan 3 tasini holati abgor, kuchlanishi juda ham past. 120 ta yog'och tayanch ustunlarining ham holati juda yomon holga kelib qolgan. Shularni yangisiga almashtirish, tarmoqni yangilash hamda qo'shimcha bitta 250 lik transformator qo'yish kerak. 2023-yilda viloyat hokimi tashabbusi bilan 1 kilometr 200 metr masofaga tayanch ustunlari o'rnatilgan edi, ammo tarmoqlar haligacha tortilmagan. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishimiz uchun amaliy yordam berishlarini so'raymiz dedilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men Denov shahar elektr ta'minot korxonasi boshlig'i Iskandarov Farhodman. Surnaytepa mahallasiga yaqinda 1907 transformator punkti, 160 lik transformator punktini 250 lik transformator punktiga almashtirib berildi. Past kuchlanishni yuqori kuchlanishga aylantirib berdik. Hozir aytayotgan masalasi bo'yicha menga ham murojaat qilgan. Ertaga dushanba kunga brigadan jo'natamizda muammosini bartaraf qilib beramiz. Simlar tortiladi. Simlar tortib almashtirib beramiz. Rahmat. Bandixon tumani Faravon mahallasidan Nuriddin To'rayev Turon ko'chasida turaman, 24-uyda elektr simlari hamda beton ustunlar masalasida murojaat qilyapman. Shu masalada yordam bersangiz dedilar. Assalomu alaykum. Men Bandixon tuman elektr tarmoqlari boshlig'i Toshboy Yo'ldosh bo'laman. Ushbu Faravon ko'chasi, Faravon mahallasi bo'yicha haqiqatan ham ayrim kamchiliklarimizni o'rganish jarayonida ko'rganmiz. Buni keyingi dasturlarda ko'ramiz, lekin sal qilsam ta'mirlashlarini vaqtida bajarib beramiz. Rahmat. Jarqo'rg'on tumani Obahayot mahallasi Fozillar ko'chasidan Normurod Xurramov elektr energiyasi quvvati past va qo'lbola qilingan simyog'ochlar ko'p. O'zimiz qo'ldan kelgancha har yili ta'mirlatib qiynalmoqdamiz. Hamma joyga murojaat qilganmiz, ammo hech qanday yordam berilmayapti. Shunga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men Jarqo'rg'on tumani elektr ta'minot boshlig'i Saidmurod Saidullaman. Bu murojaat bo'yicha joyiga borib o'rganib, bartaraf etamiz buni. To'liq ma'lumot taqdim etamiz. Rahmat. Bizda Qumqo'rg'on tumani Uyas mahallasidan Erkin Shoimovning savollari: mahallamizda 1960-yilda qanday holat bo'lsa, hozirgi ham shunday holatda. Simyog'ochlar ham, transformator ham eskirgan. Yangilashda yordam so'rayman. Assalomu alaykum. Gapiring. Hurmatli boshlovchi, Uyas mahallasiga joyga chiqib o'rganib, dushanba kundan masalasini hal qilamiz. Yo'q, masalani savolda eshitgan bo'lsangiz, endi bu mahalla umuman 1960-yildan beri o'sha so'z turibdi. Transformatorimiz ham, tayanch ustunlarimiz ham deyilyapti-da. Iltimos qilardik, savollarga aniq javob beraylik. U masalani masalan bitta mahallani
menimcha birdaniga borib ertaga o'rganib hal qilib tashlolmaysizda. Shuning uchun tushuntirib beraylik. Bugun ko'rsatuv tugashi mumkin. Shu o'rinda teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz. Bizda bunaqa savollar ko'p kelgan. Hali ko'rsatuv jarayonida o'qiyman. Bugun e'tiroz bildirishyapti. Yuqorida savolda ham ko'rdingiz, 2 yil avvaldan murojaat qilgandik ko'rsatuvingizga, yil boshidan murojaat qilgan edik. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Birov kelib, "Holingiz nima?" deb so'ragani yo'q deb murojaat qilishga qoldirishgan. Teletomoshabinlarimiz shularga eslatib o'tmoqchimiz. Bizdan ranjimang. Bizni vakolatimiz va vazifamiz albatta sizlarni murojaatlaringizni mas'ullarga yetkazish va mas'ullarning sizlarga bergan javoblarini sizlarga yetkazish. Yetkazganda ham keng jamoatchilik ko'z o'ngida, butun vohamiz aholisi ko'z o'ngida sizlarning savollaringizni mas'ullarga, mas'ullarning javoblarini esa sizlarga yetkazishgina bizni vakolatimizga kiradi. Shu sababli sizlardan iltimos qilardik. Ayni jarayonda bugun texnologiya rivojlangan bir davrda yashayapmiz va bu siz bemalol hozir bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, savolingiz va uni javoblarini olishingiz mumkin. Video tarzda yuklab qolaversa, bu o'sha bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda albatta bu ko'rsatuvlarimiz to'liq formatda joylashtiriladi va shu yerdan olib kelgusida murojaatingiz va mas'ullarning javoblaridan yana ko'nglingiz to'lmaydigan bo'lsa, albatta tegishli yuqori turuvchi idoralarga murojaat qilish imkoniyati sizda bor. Shu demoqchimanki, biz aniq javob beraylik. Bugun ko'rsatuv yarim soatdan keyin tugashi mumkin, lekin aholini bugun aldash uchun bu yerga yoki ularni ko'nglini ko'tarib qo'yish uchun yig'ilganimiz yo'qligini biz eslatib o'tmoqchimiz. Hurmatli boshlovchi, ruxsat bersangiz, shu yerda bir qo'shimcha ma'lumot ham aytib ketsam, mana 26-yilga bizning manzilli dasturlarimiz bo'yicha 141-sonli qarorga asosan 5 ta tumanimizda 721 kilometr tarmoq, 185 ta transformatorlar yangilash belgilangan. Undan tashqari 26-29-yillar uchun hozir loyiha oldi ishlar ketyapti. Unda 791 ta transformator, 3000 kilometrdan ortiq tarmoqlarni yangilash bo'yicha moliyalashtirish masalalari ko'rib chiqilyapti, loyiha ishlari olib borilyapti. Erta bu mana Uyas mahallasi bo'yicha ham bu yerdan viloyatdan mas'ullarni jo'natib, joyida o'rganib chiqamiz. O'sha kelgusi mana dasturlarimizga kiritish imkoni borini kiritib, qisqa mana avariya holatlarini tezkorlik bilan ta'mirlash ishlarini bajarib beramiz. Rahmat. Termiz shahri Bog'ishamol mahallasidan Dalir Abdushukurovning savollari: mahallamizda 5-6 ta ko'p qavatli uylar bor. Aynan shu uylar haftada 2-3 marta elektr ta'minotidan uzilib qoladi. Sababini biz ham, mutaxassislar ham bilisha olmayapti. Holat bir necha yildan beri kuzatilmoqda. Holatni yaxshilashda, xususan elektr simlarini yangilashda yordam so'rayman dedilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Termiz shahar elektr tarmoqlari boshlig'i Achilov Shuhratman. Hozirgi vaqtda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt-vaqti bilan o'chirilib, ta'mirlashlar olib borilyapti. Bundan tashqari hech qanaqa bizda muammo yo'q. Sizda yo'q, fuqaroda bor muammo. Shuning uchun murojaat qilyapti-da. Yo'q, unday muammo yo'q-da. Yo, shu fuqaro bilan bog'lanib masalani o'rganish iloji bormi, yo'qmi? Bor, o'rganib. Rahmat. Angor tumani Kayran mahalla fuqarolar yig'inidan Zafar Abdurayevning savollari: shu ko'rsatuvga o'tgan yili ham murojaat qoldirgan edim. Ichki ko'chalarimizning birida burilish qismida 2 talik qo'shcha beton ustun bor. Ularning betonlari ko'chib, ichki armaturalari ko'rinib qolgan. Beton ustunlarni almashtirib berishda yordam so'rayman. Har safar mas'ullar qilib beramizdan nariga o'tishmayapti. Qachon almashtiriladi? Mana yuqoridagi fikrimizning isboti. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Angor tuman elektr ta'minoti boshlig'i Bo'tayarov Sanjar Sovirovich bo'laman. Bu Kayran mahallasidagi beton tayanchlarni 330-sonli qarorga asosan 5 ta mahallada ishni yakunlaganmiz. O'sha yerdan chiqqan beton tayanchlardan almashtirib beramiz. O'zi ertaga ikkita qo'shcha beton so'rayapti. Ikkita bo'lgani uchun aytayapman. Dushanba kun borib o'rganaman. Imkoni bor demak. Rahmat. Bandixon tumani Qahramon Ergashev Bandixon mahalla fuqarolar yig'inidan mahallamizdagi Izdoshlar ko'chasiga qora yopiq elektr simlari tortilgan, ammo ko'chaning bosh qismidagi 150 metr joyga tortilmagan. Oddiy alyumin simlar tortilgan. 150 metrga ham sifatli qora elektr simlarini tortib berishni so'rayman dedilar Bandixon. Ushbu fuqaroni yaxshi taniyman. Qahramon Ergashev haqiqatan bu ko'cha to'liq dastur asosida SIP kabellarini
to'liq ta'minlangan. Haqiqatan ham oxirgi uylar bu keyingi paytda qurilgani uchun loyihadan tashqarida qolib ketgan. 150 metr joy, bu ham standart simlarni o'tkazilib, tayanchlar to'liq faqat ochiq simda turibdi. Oxirgi ikkita uy xonadan. Boshqa hammasi to'liq bajarilgan. Bu yerda avariya va nosozlik holatlari sodir bo'lmaydi. Keyingi dasturlarda navbatini ta'minlayveramiz. Nima uchun shu dasturga qo'shilmay qolib ketgan 150 metr joy? Bu joy loyiha bo'layotganda o'sha uy bo'lmagan, keyingi paytlarda qurilganligi sababli qolib ketgan. Loyiha qachon qilingan? Loyiha bu 2022-yil loyihada bo'lgan bu. Loyihalar qilingan. loyiha- Demak, uylar 2022-yildan keyin qurilgan. Xuddi shunday. Ushbu fuqarolarimiz agar guvohi bo'lib tursa, biz tomosha qilishyapti. Albatta savol uchun yo'llashgan. Bemalol murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Yana masalaga oydinlik kiritamiz mas'ul ko'rsatuv jarayonida. Muzrabot tuman Darband mahallasidan Shuhrat Karimov va Abdusamad Annaqunovlar tomonidan biz yashab turgan ko'chadan elektr tarmog'i o'tmagan yo'lning narigi tomonidagi qo'shnilardan 50-60 metrdan tortib olganmiz. 30 yillar bo'ldi holati shunday. Simlar osilib qolgan, uzilib ketmoqda. Bizni ko'chadan ham alohida tarmoq tortib berishingizni so'rayman. Uzunligi 1300 metr atrofida debdilar. Hurmatli boshlovchi, Darband mahallasi bo'yicha ham haqiqatan ham oldin o'sha mahalladan tushgan murojaatlar bo'yicha 1,5 kilometr tarmoq yangidan qurildi. Men 25-yilda boshi 24 yakun bilan xuddi shunday murojaat tarzda bo'lgandan keyin qilib berilgan. Bir dona 160 kV transformator qo'yilgan. Bu joydan borib o'rganiladi. Endi qo'shimcha boya Bandixon tumaniga tushgan murojaatda qo'shimcha yakka tartibda uy xonadonlar qurilishi natijasida o'sha qurilish davomida tarmoq ulanish bo'lmagan. Ulardan o'rganib ijobiy hal qilish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Bizda navbatdagi lavhamiz bor. Ushbu lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak marhamat. Shuningdek, Jarqo'rg'on tumani Yangiobod mahallasida o'ta xavfli holatga duch keldik. Biz shunchaki o'tib keta olmadik. Aholi yashaydigan 2 qavatli uy-joyning orqa tomonidagi chiriyotgan yog'ochli ustundan 2 tomonga qarab kabel tortilgan. Qarangki, biri yerga tegay deb qolgan, ikkinchisi esa qo'l tegadigan darajada osilib yotibdi. Ijodiy guruhimiz ushbu mahalla faollaridan hech bo'lmasa birontasi paydo bo'ladi deb ancha kutdi. Ammo ulardan darak bo'lmadi. Vaholanki murojaatchining aytishicha, bu yo'lakdan maktabga har kuni yuzlab bolalar o'tib qaytar ekan. Ertaga o'yinqaroq qiziquvchan bolalar to'satdan ushbu tarmoqni ushlab, fojia ro'y bermasligiga qaysi mas'ul kafolat bera oladi? Odam bo'yi bo'lib turibdi, qiziquvchan bolalar ushlashi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi-da, bu yosh bolalar bular. Meni ikkita nevaram o'tadi bu yerdan. Xavotirlanaman, men 2 marta kelib ketdim, shu tortildimi, yo'qmi shu toklar deb. Mana shu ahvol. Qora kabel yerda yotibdi. Bilmayman, u qayerga ketgan, nima? Shuni ham bir tortib, mana stolbonni to'g'rilash kerak. Bilmadim. Boshlovchi, bu murojaat bo'yicha xabarim bor. Bu shu kunning o'zida joy bartaraf etildi, ko'tarilish chorasi ko'rildi. Bu hozirgi kunda yangi apara qo'yilmadi-yu, shu aparani o'zini tiklashib qo'yildi. Beton aparaga almashtirib beramiz. Ha, kecha almashtirilgan, kecha demak, kecha almashtirilganda. Bu Yangiobod mahallasida, Dam mahallasida bu. Yo'q, kecha almashtirildimi shu deyapti? Yo'q, almashtirilmadi. O'zini Yo'q, kecha to'g'rilab berilgan. Ta'minlash chorasi ko'rildi. Kecha ko'rilganda, ham ijodiy guruhimiz kecha tasvirga olib qaytgandi buni. Rahmat, bizda shu Termiz shahri tinchlik, temir yo'lchilar mahallasidan juda ko'p savollar kelgan. Tohir Ashurov savol yo'llaganlar, Mardon Magatov, Otabek Jabborov, O'ktam Abdurahmonov, yana O'ktam Abdurahmonov qayta savol yo'llabdilar. Va ushbu savollarning murojaati ham yuqorida to'xtalib o'tdik. Aynan shu murojaat menimcha shu mahallaning o'zidan 10 ga yaqin murojaat tushibdi. Angor tumani Ulug'bek mahallasidan Gulnora Qulliyeva mahallamizdagi elektr simlari sifatsiz holga kelib qolgan, shu simlarni yopiq simlarga o'zgartirib bersangiz debdilar. Sarosiyo tumani Jannatmakon mahallasidan Aziz Haqnazarov mahallamizdagi simyog'ochlar yomon holatga kelib qolgan, shularni beton ustunlariga o'zgartirib bersangiz deganlar. Sho'rchi tumani Baxshitepa 1 mahallasidan Jumaxol Roziqova mahallamizdagi simyog'ochlar chirib qolgan. Tuman elektr tarmoqlariga murojaat etsak, simyog'och bor, ammo 18,000 so'm to'lovi bor deyishyapti. Shu to'g'rimi? Simyog'ochlarni to'lovi bor deyapti, debdilar.
Qiziriq tumani Navro'z mahallasidan Chori Ergashev mahallamizga beton ustunlar olib kelinganiga 2 oydan oshdi, ammo haligacha o'rnatilmay turibdi. Iltimos shu masalalarni ijobiy hal etib bersangiz debdilar. Mas'ullarga bir necha bor murojaat qildim, natija bo'lmayapti. Simlar ham osilib qolgan deyaptilar. Sherobod tumani Urjak bir mahallasidan Begimqulov Ergach mahallamizdagi simyog'ochlar yomon holatga kelib qolgan. 350 metr masofaga simyog'och va kabel simlar tortib bersangiz debdilar. Termiz shahri Tuproqqo'rg'on mahallasidan Rustamov Sardor. 2024-yil Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar institutini elektr energiyasi yo'nalishida tugatganman. Kompyuterni yaxshi bilaman, ishga kirishda yordam bersangiz debdilar. Marhamat, mas, qisqacha to'xtalsin. Ishga kirish masalasida hozirda bizda bir dastur yopiq turganligi uchun hozir xodimlar ishga qabul qilish jarayoni to'xtab turibdi. Bu bo'yicha bizda xodimlar bo'limiga kelib uchrashib, o'z zaxira kadr ro'yxatiga kirib qo'ysa, kadrlar bo'limi tomonidan aloqaga chiqadi. Rahmat. Savollar bir-birini takrorlovchi bo'lganligi uchun bir nechta savolni qo'shib o'qiyapman. Iltimos qilardik mas'ullar e'tiborli bo'lib, o'z hududingizdagi savollarga eshitib tursangiz, keyin o'sha javob berib o'tsak, chunki vaqtimiz cheklangan va bizda murojaatlar ham ko'p kelyapti va ayni paytda video lavhalarimiz ham bor. Navbatdagi lavhani namoyish etamiz va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob beramiz. Marhamat. Termiz shahri Tuproqqo'rg'on mahallasi Dilnavo ko'chasidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tgan, ammo kabel chinor daraxti shoxlari orasida chalkashib ancha pasayib qolgan. Bilamizki, Termiz shahri chang to'zon va kuchli shamollar hududi sanaladi. Bunday ob-havo sharoitida bir nechta joyidan ulangan yuqori kuchlanishli liniya yerga tushib ketish ehtimoli katta. Bu holat esa aholi gavjum joyda inson hayoti uchun juda katta xavf tug'diradi. Shuni ham aytish kerakki, viloyat bo'yicha bunday holatlarni ko'p ko'rish mumkin. Demakki, soha vakillari tomonidan bu muammoga ham e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bu murojaat bo'yicha dushanba kuni o'ziga bartaraf qilamiz. Liniya daraxt shoxlaridan tozalaymiz. Saraosiyo tumani Jannat makon mahallasidan Ochildiyev Kamoliddin mahallada transformator kichkina qo'yilgan, almashtirib bering debdilar. Almashtirib berishingizni so'rayman. Mahalla fuqarolari nomidan 100 metr kabel, 1000 metr kabel kerak, beton ustunlar qo'yilgan debdilar. Saraosiyo. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum vahodoshlar. Bu Jannat makon mahallasi 2023-yil 435-sonli qarorga asosan o'sha 04 kV havo kuchlanish yo'li liniyalar va qo'shimcha ikkita transformator o'rnatganmiz. Uni bor joyida o'rganamiz. U qaysi o'rtadagi holat, chunki 2023-yil to'liq bartaraf qilingan, yangi liniyalar qurilgan, ikkita qo'shimcha transformator o'rnatilgan. Uni joyida ko'rib, iste'molchi bilan muloqotda bo'lib, ijobiy hal qilamiz. Rahmat. Sho'rchi tumani Joyilma mahallasidan Abdulla Jo'rayev: men yangi uy qurdim, shu xonadon uchun elektr hisoblagich o'rnatib berishda amaliy yordam so'rayman. O'zim ikkinchi guruh nogironiman, sotib olib olish imkoni ham bo'lmayapti. Nazarni bu savolga javob berdik-a? Ha, javob berdik. Bartaraf qilamiz. Oltinsoy tumani Chinor mahallasidan Jahongir Hayitaliyev: ko'chamizdagi 15 kishining nomidan murojaat qilmoqdaman. Elektr simlari va ustunlar juda abgor. Iltimos almashtirib bering. Bu savol ham o'qildi adashmasam. Va iltimos qilardik, biz o'z doimiy ravishda ko'rsatuvimiz orqali tomoshabinlarimizga murojaat qilamiz. Iltimos o'sha murojaatlarni qayta yoki ham telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirib, ham Telegram raqamimizga murojaat yozmasligingizni iltimos qilamiz, hurmatli tomoshabinlar, chunki ko'rsatuvimiz to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda jonli tarzda va ushbu jarayonda ko'rsatuvlarni tahrirlash, saralash savollarni bizda imkoniyati mavjud emas. Shu sababli vaqt nuqtai nazaridan iltimos qilardik. Albatta murojaat qoldirsangiz qo'ng'iroq qilib yoki Telegram raqamimizga ko'rsatuv jarayonida uni o'qib eshittiramiz mas'ullarga. Jarqo'rg'on tumani Ismoiltepa mahallasidan Otabek Rahim Nazarov: mahallamizdagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilmoqdaman. Kechadan beri bir sutkada bizda elektr toki bo'lmadi. Bugun ham bir yonib, bir o'chib turibdi. Hattoki hozir ham yo'q. 76 kodi bilan 433 19 46 va
1154 qisqa raqamiga umuman tusholmayapmiz deyaptilar. ismoiltepa mahallasi Pasinskiy birinchi feederimizdan oladim. Birinchi feederda hozir kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari amalga oshirilyapti. Vaqt bilan o'chirilib turibdi. Bu bartaraf etildi o'zi bugundan tugadi. Qumqo'rg'on tumani Achamayli mahallasidan Ulug'bek Bo'riyevning savollari elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida savolim, cheklovlar o'rnatilganligi haqida eshitdik. Shu yuzasidan batafsil ma'lumot bersangiz, shu to'g'rimi deyaptilar. Hurmatli boshlovchi, hozirgi kunda tizim bo'yicha hech qanaqa cheklovlar kiritilmagan. Bu to'liq elektr ta'minotini ta'minlash bo'yicha viloyatga ajratilgan limit doirasida tuman shaharlarga yetkazilib turibdi. O'tishlar borasida keladigan bo'lsak, yangi murojaatda ham tushgandek, joylarda shu qishki mavsumga tayyorgarlik bo'yicha daraxt shoxlaridan tozalash bo'yicha joriy ta'mirlash ishlari bajarilyapti. Ishni xavfsiz bajarish maqsadida o'chirilib, kunduz kunlari o'chirilib ishlar olib borilyapti. Cheklash bo'yicha hech qanday yo'q. Rahmat. Jarqo'rg'on tumani Qoraburo mahallasi fuqarolari ko'chasida yashovchi Zokir Xudoyberdiyevdan birinchi fidokorlar ko'chamizga 5 tonna beton ustun o'rnatib berishingizni iltimos qilib so'raymiz. Hozirda biz foydalanib turgan simyog'ochlar ayrimlari yaroqsiz bo'lib, qish faslida yiqilib ketishi mumkin debdilar. Uchinchisi, beton ustunlar o'rnatish uchun 400 metr kabel ham yordam qilishingizni so'raymiz debdilar. Dushanba kuni joyiga borib, Qoraburo mahallasiga borib, joyiga borib o'rganamiz, qo'shimcha ma'lumot beramiz, imkoni bo'lsa shu dasturga kiritib beramiz-da. Rahmat. Sarosiyo tumani Yangi hayot mahallasidan Nusratullo Ashurov bizning mahallamizdagi transformatorlar portlab ketgan edi. Fuqarolardan pul yig'ib ta'mirlab ketishgan edi. Mana 3 kunga bormay yana avariya holati yuzaga keldi. 3 kundan buyon elektr energiyasi o'tiribmiz. Shu masalani hal etib bersangiz debdilar. Hurmatli boshlovchi, u yerda hech qanday bizni TET xodimlari tomonidan pul mablag'lari yig'ilmagan. Haqiqatan xabarim bor. Transformatorda o'rnatilgan u shu kabel liniya tortgan, shu kabel liniyani shu xatlov qilish jarayonida shu sim yopishgan joyini topish sal muammoli bo'ldi, sal cho'zildi vaqt. Hozirda elektr energiya o'sha kabel yopishgan joyi topildi va ajratilib, to'liq ta'mirlandi. Hozirgi vaqtda elektr energiya bilan ta'minlangan. Hozir ko'rsatuv jarayonida keldi ushbu savol. Hozir men kelgunimcha shu holat takror bo'lgan ekan, yigitlar xodimlar ishlatganda, hozir chiqib so'raymiz, agar mumkin bartaraf qilingan. Lekin xodimlar to'liq ishlayapti. Rahmat. Agar hozir o'sha to'lovlar yig'ilganligi haqida so'z yuritildi, albatta bu bizni vazifamiz yoki vakolatimiz doirasidagi ish emas. Teletomoshabinlarimiz bu borada o'sha asoslovchi hujjatlar bilan tuman elektr ta'minot korxonasi yoki viloyat elektr ta'minot korxonasi mas'ullariga yoki boshqa idoralarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Termiz tumani Muhiddin Eshtemirov mahallasidan Ilhom Choriyev mahallamizda kuchlanish juda past. Anchadan buyon shunday holat qachon yaxshilanadi? Hozir hatto muzlatkich ham ishlamayapti deyaptilar. Muhiddin Eshtemirov mahallasi bitta ko'chasida haqiqatan shunday muammo bor. Bu muammoni borib o'zim o'rganganman. Buni bir hafta ichida qo'shimcha transformator qo'yib tarmoqqa ulab beramiz. Qumqo'rg'on tumani Hurriyat mahallasidan Sodiq Shukurov mahallamizdagi transformator yonib ketgan. Shu transformatorni ta'mirlab berishingizni so'rayman debdilar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Hurriyat mahallasida kechani oldin kuni obodonga qarashli transformator yonib ketdi haqiqatan ham. Uni biz bartaraf etib o'chirib qo'ydik, lekin u bizga qaramaydi. Obodon tashkilotiga qaraydi. O'sha yoqqa murojaat qilishni so'raymiz. Rahmat. Aholi elektr energiyasidan uzilgan demak. To'yda aholiga hech qanday zarar keltirilgani yo'q. Yo'q, elektr energiyasidan uzilgani yo'qmi aholi? Yo'q, aholi uzilgani yo'q umuman. Rahmat. Yana Qumqo'rg'on tumani Ko'ganli mahallasidan Suhrob Toshmurodov mahallamizga transformator o'rnatamiz deyishgan edi. Mas'ullar oradan 3 yil o'tdi, haligacha o'rnatilmadi. Shu masalada aniq javob berishsa debdilar. Ko'ganli mahallamizda haqiqatan ham tarqoq joyda joylashgan. Aholida elektr energiyasi muammolar bor. Dasturga taklif berganmiz. Nasib bo'lsa kelgusi dasturlarda ijobiy hal qilib beramiz. Yangi hayot mahallasidan O'ktam Qurbonov mahallamizda elektr toki juda ko'p o'chyapti.
simyog'ochlar ham chirib yomon holatga kelib qolgan debdilar. Qumqo'rg'on Yo'q, Angor tumani Yangi hayot mahallasi. Yangi hayot mahallasida podstansiya Angordan birinchi feederdan ta'minlanadi. Bu podstansiya Angor birinchi feederda kuz-qishki mavsumga tayyorgarlik yuzasidan o'chib turibdi. Hozirgi kunda muammosi yo'q. Sarosiyo tumani Terakzor mahallasidan Ayubov Eshmurod 1958-yil mahallamizga o'rnatilgan simyog'ochlar qanday holatda bo'lsa, hozir ham shunday holatda, iltimos shu simyog'ochlarni o'zgartirib berishsa debdilar. Hurmatli boshlovchi, ushbu mahalla open byudjet asosida g'olib bo'lib, shu yil to'liq rekonstruksiya ishlari yangilandi va qo'shimcha ikkita transformator o'rnatildi. Ushbu fuqaro bilan joyida o'rganamiz, qaysi joy qaysi yog'och ustun qolganligini keyin ijobiy hal qilamiz buni. Jarqo'rg'on tumani Qumqishloq mahallasidan Gulurano Do'rmonova ko'chamizdagi barcha elektr simlari va ustunlari qo'lbola, kuchlanish kam, elektr ta'minoti yaxshilash maqsadida tuman elektr korxonasiga murojaat qildik. Ular 51 million xarajati borligini, aholi yig'ib bersa ta'mirlash mumkinligini aytishdi. Aholida uncha pul yo'q, shu masalada yordam bersangiz deyaptilar. Hurmatli boshlovchi, bu mahallaga dushanba kuni borib joyiga borib o'rganamiz. Bu pul yig'ish masalasi, unday masala yo'q bizda. Joyiga borib to'liq ma'lumot beramiz. Rahmat. Bizda navbatdagi lavha bor. Ushbu lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak, marhamat. Sho'rchi tumani Bunyodkor mahallasi Asalarichilik ko'chasida yashovchi fuqaro murojaatini ham o'rgandik. Ushbu ko'chadagi elektr simlari ayanchli ahvolda. Sal shamol bo'lsa simlar uzilib yerga tushadi va simlar tabiiy gaz quvuriga shunchaki bog'lab qo'yilibdi. Bilamizki, temir energiya o'tkazuvchan material bo'lib, quvurni bexosdan inson ushlab olishi va baxtsiz hodisa yuz berishi tabiiy. Fuqaro shu simlarni 500 metr joyini yopiq kabel qilib tortishda amaliy yordam berish yuzasidan murojaat qilgan. Suhbatdoshimiz bu masalani shu kungacha o'rganish maqsadida biror bir mas'ul hafsala qilmaganini aytib afsuslandi. Qolaversa, viloyat bo'yicha bunday holatlarni ko'plab ko'rish mumkin. Mana shu simni bizga ovishtirib bersa, almashtirib, turbaga simni baylab qo'yibdi. Uni yosh bolalar ushlab olsa, tuguradi. Endi u transformator yangi qo'yib bergan mahalla, otasi rahmat. Bu yerda qo'shilib qolyapti, transformatorga nagruzka bangilib ketyapti. Mahallaga murojaat qildim, hokimiyatga murojaat qildim, prokuraturaga murojaat qilganman. Keyin reysga murojaat qilamiz. Hammasi o'zlari olib qochadi. Men Sho'rchi tuman elektr ta'minot korxonasi boshlig'i Yo'ldosh O'tkirman. Bunyodkor mahallasi bo'yicha kecha televiziyaga borgan ekan, haqiqatan bizga murojaat qilgan joylari bor. Uni bizning xodimlar tomonidan, Sho'rchi xodimlar tomonidan tortilmagan. Fuqarolar o'z boshimcha boshqa liniyalardan tortib kelgan joylari bor edi. Biz yangi transformator ulash uchun borganda xodimlarga ruxsat berishmagan. Endi borib, aniqlik kiritib va boshqa yangi liniyalarni to'g'irlatib, gaz trubalar ustidan oldirib, qonuniy yo'lda qonuniy foydalanishga va'da qilamiz. Hal qilinmagan. Yo'q. Endi mana shu simlar necha yil oldin tortilgan? Bu simlar oldin o'chardi, transformatorlar, cheklashlar bor edi. Endi shahar liniyalarida 7-feederimiz yaqinroq feederda bitta transformator qo'ygan tadbirkorlardan o'zlaricha tortib, shu paytlar elektrikadan foydalangan. Hozirgi kunda hamma tomonidan normal elektrika berilyapti. Lekin shu oldingi holatida qolganda uni uzishga ruxsat berishmagandi. Biz undan ko'p joylar tozaladik. Buni ham bartaraf qilib, qo'shimcha axborot beraman. Bu murojaat qilganmiz, qayta hokimiyatga ham, huquq-tartibot idoralariga ham, elektr ta'minot korxonasiga ham deb fuqaro e'tiroz bildiryapti-da. Murojaat qilgan, shu bitta ikkita fuqarolar qarshilik qilgani uchun bormagan ekan, men bugun surishtirdim uni. Borib joyini hal qilaman. Rahmat. Navbatdagi lavhani ham namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga javob bersak, marhamat. Sho'rchi tumani Kakan mahallasi fuqarosi ham hokimlik media Telegram guruhiga murojaat qilgan edi. Aniqlanishicha, mahallaning Bunyodkor ko'chasidagi 70 ta xonadonda istiqomat qiluvchi aholi o'z mablag'iga, ya'ni 36 million so'mga yangi transformator sotib olgan edi. Bugungi kunda ushbu ko'chaga yangi transformator o'rnatib berilgan, ammo haligacha yetarlicha montaj ishlari bajarilmagan. Yangi transformatorni ulab berishdi. Yarmini o'tkazib ber, yarmini bu ustalbaga o'tkazgan yo'q, faqat pastda ulab ketdi. Yangi ustalba kelgan murojaatimiz bo'yicha o'shanga 8 tasigami 7 tasiga ulanmagan sim eskilarga turibdi. Shu bo'yicha murojaat qilgandim.
yangi o'rnatildi. Faqat ozroq ishlari qoldi. Uni bu eskisini pastki qishlog'imiz bor, unga borib remont qilib qo'yib beramiz. Muammo endi reysdan ozroq yordam bo'lsa, buni shunday qo'ydirsak bo'ldi, muammo bartaraf bo'ladi. Hozircha bu yerda 80 xo'jalik yangi transformator qo'yildi. Pastki qishlog'imizda 70 xo'jalikka buni borib remont qilib qo'yib bersak ta'minlanadi. Zaifga berilgan reysga agar borib qo'yib bersa xalq rozi bo'ladi. Kabel qo'yilgan 3 yil bo'lgan bo'lsa, tarmoqlar borib turibdi, aholiga faqat ulanmagan. Shuni ulab bersa muammo bartaraf bo'ladi. Siz sifatsiz to'g'imiz kam, yonmaydi. Mana kechqurun umuman yonmay qoladi-da. Na bir televizor yonmaydi, na bir pechkamiz yonmaydi. Faqat televizordan foydalanyapti, shuni ham soat 8 dan keyin. Ishlamaydi. 2 yil, 3 yildan beri mana shu cho'ba saho bo'yicha chobamiz, mana shu yerga qo'yamiz deb hamma joyga tashkilotga borib chiqdik. Viloyatga ham bordik, tumanga ham bordik. Yo'q, qilamiz deydi, qilmaydi. Ha? Bugungi kunda mahallada aholi soni ortishi bu manbaga bo'lgan ehtiyojni ham oshirmoqda va o'z navbatida elektr energiya sifati pasaydi. Galdagi masala o'sha eski transformatorni ta'mirlab 50 ta xo'jalik mavjud bo'lgan Jo'ra Mamat Nazarov ko'chasiga ham o'rnatilsa, olam guliston bo'lar edi va 2023-yilda qo'yilgan beton tayanchlarga elektr tarmoq ulansa, muammo o'z yechimini topardi. Biroq mahalla balansida bo'lgan transformatorni ta'mirlab berilishi yuzasidan mahalla raisi tomonidan tuman elektr ta'minoti korxonasiga bir necha marta buyurtma berilganiga qaramasdan hamon muammo hal etilmagan. Bu holat esa haqli ravishda aholining e'tiroziga sabab bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda bugungi kunda 6705 ta transformator bo'lib, shuning 449 tasi ta'mir talab. Shuningdek, 328 mingta ustunlardan 153 mingtasi eski yog'och ustunlar. Bu ko'rsatkich hali joylarda aholiga sifatli elektr energiya yetkazib berishda ma'lum bir muammolar borligini ko'rsatib turibdi. Mahallasi bo'yicha ma'lumot bersam, bular 461-sonli qaror bo'yicha yangidan hujjat qilingan joylar. Bular fermer xo'jalik transformatoridan foydalanishardi. Keyin biz homiylik asosidagi dasturga kiritgandik. Keyin dasturni pullari moliyalashmay qolgan sababli to'xtab qolgan, oxiriga yetmay qolgan. Shu agar moliyalashsa, bu borib hozir transformator joylarini ham o'zimiz tayyorlab turganmiz. Mahallaga yangi transformator berilsa, u eski transformatorni shu qo'shimcha qo'yilayotgan joyi tayyorlangan transformator joyiga o'rnatib bartaraf qilsak bo'lardi. Hozirda uni biz hozir qilishga imkoniyatimiz yo'q. Faqat keyingi dasturlar asosida, dasturlar bo'lsa, dasturlarga kiritib, dasturlar asosida qilib berishga va'da qilaman. Yangi transformator olingan, ular bermayapti, deyapti-ku ular murojaatda. Yangi transformator fuqarolar tomonidan olingan. Keyin o'zimizda aytibman-ku, dasturimiz homiylik asosida 15 milliardlik dastur bor edi. Shu dastur oxiriga yetmay qoldi. Yo'q, fuqarolar olgan transformator nega ular berilmayapti? Ular berilgan, ishlab turibdi. Ishlamayapti, e'tiroz mahalla raisi ham e'tiroz bildiryapti. Ishlab turibdi. Mahalla hurmatli boshlovchi, bu hozirgi ko'rinib turgan eski transformatorda ular bu yoqdagi hozir tayyorlab qo'yilgan joyga olib borib qo'yib berishimiz kerak. U oldin fermer xo'jalik hisobida edi. Fermer xo'jaliklardan hozir o'zimiz balansga o'tgan, fermerlik tugatib kelib, nosozlarni ko'chirib ketgan bu boshqa joyga. Uni bor joyga borib hal qilaman qonuniy. Lekin vaqt talab qiladi u. Yo'q, tushunarli. Yangi transformator lavhamiz kecha tasvirga olingan hammasi ular berishda e'tiroz bor deb oddiy fuqarolardan tashqari. Ular berishda e'tirozlarni qoldirmaymiz. Uni dushanba kuni borib raisi ham aytayapti, ko'rganmiz. Montaj qilib berilmayapti degan e'tiroz bo'lyapti-da, shuncha murojaat qilsak ham. Montaj qilib beramiz uni. Dushanba kundan boramiz, xodim qo'yaman, brigada qo'yib bartaraf qilaman kamchiliklarni. Faqat transformator masalasida kutishadi hozirroq. Kabellar tortilib masalasichi, yangi transformator ular beriladigan bo'lsa, ular beriladi, tortilgan qismiga, hozir aholining tortilgan qismigacha ulab beramiz. Undan tashqari qismini mayli rekonstruksiyadan chiqqan bo'lsa, ochiq eski stolbalardan, yaroqli simlardan qo'shimcha tortib beraman. Hozirgi transformatorda turgan holatini uni to'liq kapital ta'mirlaymiz, kraskalab, bo'yab, uni hozirgi holatidan ishchi holatga o'tkazdiramiz. Ta'mirlash iloji bor demak. Yangi so'ramayapti, ular ham ta'mirlash so'rayapti. Ta'mirlab beramiz. Ta'mirlash bo'yicha ariza qoldirilganim, lekin ta'mirlab berilmayapti deb e'tiroz bildirdi, e'tibor qilgan bo'lsangiz va o'sha yangi transformatorni o'rnatib berilmaganligi haqida aholining ko'proq e'tirozi bo'lyapti-da. Bartaraf qilamiz uni, hurmatli boshlovchi. Rahmat. Bizdan navbatdagi video murojaatni ham namoyish etsak, marhamat. Biz Muzravot tumani Bodomzor mahallasida istiqomat qilamiz. Bizga bir necha yil oldin mana shu
elektr tarmog'i o'tkazilgan edi. Ochiq simlarda himoyasiz. Mana shu ko'rinishda. Simlar bir-biriga juda yaqin joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, simlar bir-biriga juda yaqin. Mana shu holatda ko'rishingiz mumkin. Fuqaro o'sha Telegram raqamimizga o'sha holatni tasvirga olib yuborganlar. Marhamat, Muzrabot tumanida adashmasam. Hurmatli boshlovchi, savolga o'zim javob bersam, endi bu bo'yicha ta'mirlash imkoniyatimiz mavjud. Bu bo'yicha brigadani dushanba kunida o'ziga qo'yib, ularga daraxt shoxlaridan tozalash ishlarini bajarib, simlarni yaqinlik masofasi deyapti, ularni ham ta'mirlab, to'g'rilab beramiz. Muzrabot bo'yicha boya aytganimdek, kelgusi dasturlarimiz 141 sonli qarorga asosan juda katta ishlar bajariladi. Shu loyiha ishlari bajarilib, shularni kiritib yangilash, rekonstruksiya ishlarini ham belgilab olamiz kelgusi dasturlarga. Rahmat. Bizda so'nggi lavha bor. Ushbu lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak. Marhamat. Viloyat hokimiga Jarqo'rg'onlik Dilfuza Toshboyeva ASKI elektr hisoblagichlarida nosozlik kuzatilayotgani, ular iste'mol miqdorini ortiqcha hisoblayotgani, ba'zan hisoblashdan to'xtab qolayotgani, hisoblagichning ichki qismlari tez fursatda nosoz holga kelib qolayotgani haqida murojaat qildi. Ta'kidlanishicha, yuqoridagi muammolar sababli ta'minotchi korxona va elektr iste'molchilar o'rtasida tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti. Ular mana ochiladi. Mana shu ichida ochilgan joy mana bu ishlamaydi. Buni biz yaqinda bitta sinov o'tkazib ko'rdim, hali yana sinayapman. Mana shuni programmasi o'shada. Eski cho'tchiqlarda mana bu yerini ochib, bu bir qo'yildi, mana bo'laklar bir 4 oy 5 o'tgandan qiziydi, keyin mana simlar yumshaydi. Ana shu payt buni ichini ochib, simlarni qotirish kerak. Avval cho'chida emas shunda. Lekin bu cho'chikka buni ocha olmaysiz. Mumkin emas. Buni shunday ochasiz, qotiraman deb. Buni shunday programma qulab qoladi. Masalan, mana bu 8598 ga to'xta ishlagan ichida, lekin bazada 5000 ga turibdi. 3000 kilovatda shunday kiritamiz. Yangi narxda hisoblaydimi? 23-yil svet boshqa narxda bo'lgan. Hammasi cho'chikni sxemasidan-da, endi yuqori cho'chikni qo'ydirgan, ulatgan turibdi. U ham alyumin hamma joy. Missimni qilish uchun butun O'zbekistonni missim qilib chiqish kerak. Uyda ham liniyalarda ham. Bu aytgan fraza bunga umuman to'g'ri kelmaydi. Ushbu muammoning yechimini izlab, Energiya savdo filiali, Surxondaryo bo'linmasi, Jarqo'rg'on tuman bo'limi mutaxassislari, hattoki hisoblagich ishlab chiqaruvchi Toshkent shahrida joylashgan elektron hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonada ham bo'lishdi. Biroq korxona rahbariyatidan jo'yali bir javob olinmagan. O'zidan o'zi sakrab ketish holatlari kuzatilmoqda. Bu holat bo'yicha biz standartga murojaat qilganmiz. Standart bizga hech qanday xulosa berishdan bosh tortyapti. Bu sababi cho'tchik o'zidan o'zi sakrab ketyapti. Yuridik iste'molchilardan ham bitta ikkita holat kuzatildi. Bu holat hozir ko'proq aholi iste'molchilarida hisoblanyapti. O'sha sakrab ketgan cho'tchiklarni hozir hammasini biz bu yerga taxlab olib qo'yganmiz, joyiga yangi elektron hisoblagich o'rnatganmiz. Endi biz xulosa kutyapmiz. Biz masalaga yanada oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston Milliy metrologiya instituti davlat muassasasi Surxondaryo filialida ham bo'ldik va hisoblagichlar belgilangan me'yorlar asosida qay tartibda laboratoriya ko'rigidan o'tkazilishi bilan qiziqdik. Elektr hisoblagichlarni qiyoslash uchun elektr ta'minot korxonasining davlatnomasi asosida bizga qabul qilish bo'limimizga topshiriladi hisoblagichlar. Qiyoslashga qabul qilganimizdan keyin talablarga asosan qiyoslash ko'rigini o'tkazamiz. Birinchi tashqi ko'rigi, keyin elektr mustahkamligi tekshiriladi. Agar tashqi ko'rikdan o'tsa, keyingi bosqich, misol uchun bironta bosqichga to'g'ri kelmasa, qolganini ko'rish shart emas. Nosozligi. Endi misol uchun tashqi ko'rikga keladigan bo'lsak, kuygan bo'lishi mumkin, yorilgan bo'lishi mumkin, singan bo'lishi mumkin. Dars ketgan joylari bo'lmasligi kerak. Ulanish joylari mustahkam qotiriladigan bo'lishi kerak. Davlatnomaga hisoblagichning oxirgi ko'rsatkichi yoziladi. O'sha bilan solishtirib ko'ramiz, haqiqatan shunday bo'lsa, oxirgi ko'rsatkichi necha bo'lsa, o'shandan boshlab tekshirib ko'ramiz. Biz undan oldingi xotirasiga saqlangan yoki tomonlarni biz ko'rish imkonimiz yo'q. Agar hisoblagichda bir munozarali savollar vujudga kelsa, misol uchun iste'molchi bilan aholi ta'minotchi o'rtasida shunday munozarali savollar bo'lib qolsa, misol uchun kimdir shikoyat qilishi mumkin, hisoblagichim ishlashidan norozilik bo'lishi mumkin.
unda o'sha vakolatli idoralarning talabnomasi asosida sudni qarori yoki prokuratura organlarining talabnomasi asosida bizga olib kelsa, biz o'shani ekspert qiyosasidan o'tkazib beramiz. Hisoblagichlarda shu o'z-o'zidan yurish holati bo'lishi mumkin. Bu me'yor hujjatda o'sha belgilab qo'yilgan. O'shani misol uchun o'z-o'zidan yurish holatini biz qiyoslash ko'ruvdan o'tkazish paytida aniqlashimiz mumkin. Bunda tarmoq kuchlanish beriladi, tok kuchi berilmaydi. O'sha paytda o'z-o'zidan yurish holati mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash mumkin. Sakrab ketishdi, bizning vakolatimizda unaqa tekshirish, sakrab ketishni aniqlash yo'q. Uni biz ko'rish imkoniyatiga ega emasmiz. Energo savdo filiali Surxondaryo bo'linmasi Jarqo'rg'on tuman bo'limi mutaxassislari tomonidan nosoz hisoblagichlarga dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Shu asosda bu hisoblagichlar O'zbekiston Milliy metrologiya instituti davlat muassasasi Surxondaryo filialiga topshirilgan. O'z navbatida filial qiyoslashdan o'tganligi xususida xulosa taqdim etishi belgilangan, ammo negadir me'yor asosida nosozligi to'g'risida xulosa taqdim etilmayapti. Go'stondatga boryapmiz, men hujjat bermayman. Mana shularni men ishlab yotibdi, hech qanday tuksiz, tukka ulasangiz ham ishlaydi. Ishlab yotibdi, har kun odamlar keladi. So'rayapman, bu nimaga ishlayapti desam, biz deydi, ishlagan ishlamaligiga garantiya bermaymiz. Buzuq deb yozmaymiz. Biz faqat hozir shu cho'chik 150 ming kilovat ishladi deb ma'lumotni beramiz. 2017-yilgacha hamma cho'chik Go'stondatda o'tgan. O'shanda ham sakragan cho'chiklar bo'lgan. Lekin Go'stondat mana shu 2000 masalan 16-yil 5-sentyabr kunidan boshlab hisoblagich sakrab o'z holicha ishlayapti. Bu nosoz deb xulosa bergan. Mana bu cho'chikka xulosa yo'q. Go'stondatda aytadi, vaqtiga deydi, cho'chik Rossiyadan kelgan deydi. Rossiya bizni deydi apparatura bilan ta'minlagan deydi. Biz shuni sakragan aniqlaganmiz. Lekin bu cho'chikka deydi aniqlolmaymiz ham. Aslida bu rusumdagi elektr hisoblagichlarni qayta ekspertiza jarayonidan o'tkazish talab etiladi. Shuningdek, elektron hisoblagich mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonada ishlab chiqarilayotgan har bir hisoblagich texnik ko'rikdan o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Zero, har qanday holatda ham iste'molchi aziyat chekmasligi lozim. Bu murojaatdan xabarimiz bor, bizning xodimlar bor o'rganilgan. Hozir bu hisoblash endi oldinroq bu murojaat bo'lgan. Bu bo'yicha biz hozir elektr hisoblash zavod bor Toshkentda. O'shani elektr hisoblash ishlab chiqarilgan. Biz ularga xat berganmiz. Yaqin o'rtada o'shani xulosasini beradi. Endi to'g'ri, Jarqo'rg'on tumanida bir ikkita uchta shunday holatlar kuzatilgan. Uni ham bartaraf qilamiz, lekin iste'molchida kuzatilgan xat-harakat bo'yicha biz borib joyiga yangi elektr hisoblash qo'yib, bartaraf qilib, endi zavodda xulosasini kutyapmiz. Yaqin kunlarda chiqadi xulosasi, bizga beradi. Demak, agar shunaqa holatlar bo'lyapti deb o'ylasa fuqarolar sizlarga murojaat qilishlari mumkin. Murojaat qilsa bo'ladi. Endi bu kamdan kam qandaydir bir texnik holat hisobida bo'lyapti. Bu bo'yicha zavodga berganmiz, xulosasini olganimizda nima qilamiz u. Lekin iste'molchilarga elektr hisoblash joyida almashtirib berilgan. Rahmat. Bizda albatta bu masalaga gorda guvohi bo'lganimizdek aniqlik kiritilishi va mutaxassislarni o'rganishni talab etadigan holatlardan biri. Bundan ko'z yuma olmaymiz va aslida bizni vaqtimiz yakuniga yetib qoldi, ammo ko'plab teletomoshabinlarimizdan ayni ko'rsatuv jarayonida shuningdek Telegram raqamimizga savollar kelgan. Iltimos qilardik o'sha e'tiborli bo'lishingizni va barcha savollarni birdaniga o'qib bersam. Termiz shahri Namuna mahallasidan Bahrom Abdullayev, uyimizning o'rtasidan katta kuchlanishli elektr toki o'tgan, shu elektr toki hozirda osilib toshga tegish arafasida, iltimos shu yog'ochni ko'tarib bersangiz debdilar. Muzrabot tumani Shaffof mahallasidan Feruza Husanova, ko'p joylarga murojaat qilganimiz, tok juda kam, ko'p o'chib yonmoqda. Yoz faslida beton ustunlar o'rnatilgan edi, ammo haligacha simlar ulanmayapti. Holat qachon yaxshilanadi? Shamol bo'lsa sim uziladi. O'tgan yili sim uzilib o'sha chorva mollarimni ustiga tushib nobud qilgan edi debdilar. Qiziriq tumanidan Alisher Safarov, Gilambob mahallasidan mahallamizdagi simyog'ochlar chirib, yiqilib qolgan. Mas'ullarga bir necha bor murojaat qildik, natija yo'q. Iltimos shu masalada yordam bersangiz debdilar. Boysun tumani Yuqori Machay mahallasidan Salomat Boltayeva, onam 7 yil oldin vafot etgan, nomlarida hech nima bo'lmagan. 10 kun oldin tuman elektr tarmoqlari korxonasidan onam rahmatning nomlariga 800 ming so'm jarima chiqib kelgan. Tashkilotga telefon qilsam to'laysiz deyapti. Bu masalaga albatta
to'liq ma'lumot beramiz batafsilroq. Oltinvoha mahallasidan Ulash Orziyev bundan 3 oy oldin mahallamiz dasturiga tushib, transformator va simyog'ochlar yaxshilandi. 4 ta xonadonga elektr simlari tortilmay qoldi. Mas'ullarga murojaat etsak, boramiz deb aldab kelishyapti. Iltimos, shu masalada yordam so'raymiz debdilar. Yana Sherobod tumani Chig'atoy mahallasidan Gulbahor Shaymardonova bizda kunning ayrim vaqtlarida elektr uziladi. Navbatchilarga telefon qilsak, cheklov o'rnatilganligi haqida aytishdi. Cheklov borasida batafsil ma'lumot bersangiz debdilar. Bunga ma'lumot berdik. Muzrabot tumani Yo'lchi mahallasidan Hamid Davlatov bizda elektr ta'minoti juda achinarli holatda. Kuchlanishni yaxshilab bersangiz, texnikalarni ishlata olmayapmiz debdilar. Sho'rchi tumani Tolli mahallasidan Ashraf Davron mahallamizda transformator o'zgardi, ammo biz tomonda turgan transformator o'zgarmay qolib ketdi. Iltimos, biz tomonimizdagi transformatorni ham o'zgartirib bersangiz. Sarosiyo tumani Sharqulzi mahallasidan Xo'jamberdiyev Isomiddin mahallamizda elektr tokining kuchlanishi yo'q. Har 10 kunda transformator portlaydi. 20 yil bo'ldi. Ko'chib borganimga 21 yildan buyon shu ahvol nazoratga olsangiz. Terdeplar Termiz shahri O'zbekiston mahallasidan Ergash Turdiyev 40 volt uyda 40-bu uyda turaman. Uyimizga elektrni yer ostidan tortmagan, shundaygina eshikdan tortgan. Yomg'ir yog'sa suv elektr toki bilan birga uyimizga kirib keladi. Ushbu elektr toki bolalarimizga ham xavf solmoqda. Iltimos nazoratga olsalaring debdilar. Shuningdek, Telegram raqamimizga kelgan savollar: Termiz tumani Salobod mahallasi Bahoriston ko'chasi 252-uydan Rashid Musulmonqulov elektr energiyasi kuchlanishi 150 voltga ham yetmaydi. Elektr jihozlari esa 220 volt kuchlanishda ishlaydi. Hali qish kelmasdan ahvol shu. Qishda bilmadik ahvol qanaqa bo'larkin debdilar. Qumqo'rg'on tumani Hurriyat mahallasida yashovchi Shukurov Sodiq mahallamizda yoritgich chiroqlarni ta'minlab turuvchi transformator yonib ketgan. Tegishli mutasaddi rahbarlarga murojaat qildik. Afsuski hech qanaqa natija yo'q. Obodon tashkiloti elektr sexida ta'minlaydi deydi. Elektr set obodon tashkilot ta'minlash kerak deydi. Adashmasam bu savolga javob ham berdik, oldin murojaat qilgandik. Sharipov Azamat Sho'rchi tumani Ko'klam mahallasidan murojaatim: uyimizda tok hisoblagich bor. Yana bitta tok hisoblagich qo'yishda amaliy yordam bersangiz debdilar. Assalomu alaykum hurmatli boshliqlar. Savolim shundan iborat: elektr hisoblagichlari qiyoslash yoki almashtirish ishlari to'lovlari kim tomonidan amalga oshiriladi debdilar. Shu savolga ham to'xtalamiz. Salom, men Jarqo'rg'on tumani Qumqishloq mahallasida yashayman. 1995-yildan buyon elektr toki qoniqarli qilib ulanmagan bizda. 105 kilovat tok bor. Svetlarimiz chiroqdek yonadi debdilar. Assalomu alaykum, men Salayev Elyor, Bandixon tumani Saroy mahallasida yashovchi fuqaro. Bizda muammo elektr ta'minotida transformator punktini o'chirgichlar yo'qligi yuzasidan murojaat qilyapmiz debdilar. Assalomu alaykum, yaxshimiz. Denov tumani Qiziljar mahallasi Sangarda ko'chasida elektr quvvati past, juda past kuchlanish, maishiy texnikamizni ishlata olmayapmiz debdilar. Assalomu alaykum, murojaatim shundan iborat: men Termiz shahri O'zbekiston mahallasi Alisher Navoiy ko'chasi 40-bu domda yashovchi Turdiyev Ergash xodimlar tomonidan bu savolda ham o'qidik adashmasam. Assalomu alaykum, men Faxriddin Abrayqulov Qumqo'rg'on rayon Kunanli mahallasidan xabar yozyapman. Qishlog'imiz 1969-yil simyog'ochlar tortilgan. Simyog'ochlar sari chirigan. Kimga murojaat qilay debdilar. Oltisoy tumani Qumpaykal mahallasidan Rahmonqulov Sanjar bo'laman. Savolim shundan iboratki, elektr hisoblagich 9 oy bo'ldi, arza berdik, olganimiz yo'q, haligacha bartaraf etilgani yo'q. Yordam berishingizni so'raymiz debdilar. Bandixon tumani Obikor mahallasida yashovchi fuqaro Shukurov Nur Islom. Bandixon tumani Obikor mahallasi Porloq yo'l ko'chasida yashovchilar elektr energiyasi quvvati pastligi tufayli maishiy texnika vositalarini ishlata olmayapti debdilar. Assalomu alaykum, men Sho'rchi tumani Qoqaydi mahallasi Qora Kapa ko'chasida yashaymiz. Tashanov Ulug'bek, bizda muammo 15 ta yangi xo'jalik bor. Bizda 10 tacha beton ustunlar kerak debdilar. Men Sho'rchi tumani Joylma mahallasidan Mirzo Ulug'bek ko'chasida yashovchi Misirov Xolboyman. Bizning ko'chamizda simyog'ochlar yo'q. Ko'chamizda 36 xonadon istiqomat qiladi. Ko'chamizda bir dona simyog'och mavjud. Shu masalada yordam so'rayman debdilar. Sho'rchi tumani Oqkamar mahallasi hududida joylashgan
260-sonli transformator Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 5 yillik rejaga asosan yangi qo'yib berilishi kerak edi. Hozirgacha yangi transformator qo'yilmadi debdilar. Assalomu men Rajabov To'yli xalq bilan muloqot qilasiz. Sizlarga katta rahmat. Shu ko'rsatuvni tashkil qilganingiz uchun men ko'p yillardan beri tuman elektr avariya tarmoq uzilishlari va kuchlanishlar pastligidan murojaat qilgandim. Murojaatlarim ijobiy hal etildi. Transformator va yopiq kabellar bilan to'liq ishlar bajarib berildi. Shu sababli elektr tarmoqlari Yo'ldosh Toshboy va bosh muhandis Sundin akaga katta rahmat. Xalqimizga energiya ulashayotgan barcha energetiklarni ushbu ko'rsatuv orqali tabriklayman debdilar. Assalomu alaykum. Savolim Termiz tumani Mustaqillik mahallasida svet juda ko'p o'chyapti. Simyog'ochlar eski, tok past, shunga amaliy yordam berishingizni so'rayman debdilar. Hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, Boysun tumanidagi o'sha Qormachadan kelgan savolga javob bersak aniqroq qilib, marhamat. Boysun tuman energiya savdo bo'limi boshlig'i man Yuqori Machay mahallasida kelib tushgan murojaat bo'yicha borib o'rganamiz joyiga chiqib, lekin menga murojaat qilgani yo'q edi shu paytgacha. Borib o'rganib batafsil Shunday holatlar bo'lishi mumkinmi o'zi? Ana holatlarda. Endi bunday holatlar abonent raqam shu onasining nomida qolgan bo'lishi mumkin-da. Vaqtida ochilgan, onasining nomiga ochilgan, shunday turgan bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumotini beramiz. Rahmat. Oltinsoy tumanida adashmasa mana bu yangi hisoblagich o'rnata olmay o'rnatishga qiynaldi. 9 oydan beri o'rnatib beramiz. Uni elektr hisoblagich o'rnatib beramiz, masalasi bo'lmaydi, lekin hozir bitta narsa ham o'sha bizda hozir billing dasturida asosan o'sha uyda kadastr hujjati mavjud bo'lsa, hech qanday muammomiz yo'q, masalamiz yo'q. O'sha o'rnatib beramiz. Murojaat yozib bo'lmasa agar iloji yo'q. Agar kadastr hujjati bo'lsa, o'sha talabga asosan mana qilib o'rnatib beramiz. Hisoblag'ichda masalamiz yo'q. Murojaatni hal qilib beramiz. Rahmat, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, qadrli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bugun studiyamizga tashrif buyurganingiz va savollarimizga bergan javoblaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va ishonchimiz komil. Bugun iltimos qilardik mas'ullardan, bugun ayrim savollarga birato'la o'qishga to'g'ri keldi vaqt nuqtai nazaridan. Albatta ko'rsatuvdan so'ng uzog'i bilan dushanba kuni barcha savollar o'sha kompyuterga tushirilgan holda mas'ullarga taqdim etiladi va mana shu bugun savollarni batafsil javob berish imkoni bo'lmagan teletomoshabinlar va maziyani vohadoshlarimuz bilan bog'lanib, agar ularga ham bir asosli amaliy yordamlar ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan xalq bilan muloqot ko'rsatuvining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.